Katta Qo'rg'ondan. Ha, katta Qo'rg'ondan. Katta Qo'rg'ondan kechgadan. Menga Menga akasida tavsiya qildi Murat aka Qashqadaryodan. ha, Qashqadaryo Murod bu. O'ldi. Ko'pchilikka tavsiya qilgan kishi. Tavsiya qildi. Shu an направленияsi 2 yil kerak. U kishini qayerdan taniysiz? U kishi bilan men yaqinda Toshkentda birga ishladim aka. Ha, O'sha Murat tumanining uyida aynan uyida ishladim birga. Ha, Toshkentda uy bor. Toshkent, ha. Nimada Quyi Chirchiqdami, O'rta Chirchiqdami uyi bor ekan. Shu uyda ishladik aka. Keyin sizni aytdi shu qancha joylarda aytdi, bilmayman Toshkent bo'yicha boshqa joylarda ham shu ko'rindim, lekin nima necha yil dedim, men Toshkent esidan chiqarib xullas bu dori-ukol hech narsa foyda qilmadi dedi. Dori-ukol hech narsa foyda qilmadi degan, kishiga kim foydasi topgan o'sha. U aytdi, 100% nashiga borasan dedi, men dedi, Nidolga senga dedi. Boshqa kim aytganman dedi, dedi, men aytgan odam shifo topib dedi, даже operator bo'lganlar ham dedi, shunday shifo topib ketdi dedi. O'zim ayolimni ham borib ko'rsatib o'sha dedi, birga olib bordim dedi. O'zim dedi, yotgan holatda bordim, mashina orqasi ortib bordim men dedi. Tek turgan holatda keldim degan zo'r bo'lib juda xudoga shukr. Şeyden tik turib chiqib ketganlar. Sizda aytdi, ikki nomingizda ham berdi dedi.